Raisman, buni ushlaysiz-da, to'g'riga qarab dadil. Assalomu alaykum vatandoshlar. Bizga Rais, bu buni og'izga qo'yib gapira, bering ushab turma, davay. Assalomu alaykum vatandoshlar. Mana yurtim kerakmi shu mobilogul, fabilogul SMS men kerak. Zamon talabi xalq ko'rsin, ertalabdan kechgacha nima ish qilyapti, hammasini ko'rish kerak. Hay. Yelkamizga qor yog'di, qadrdonlar. Har kun ham qor yog'yaptimi? Biz qor o'ynaylik. Berakini. Qilqanash joyni. Rais bu. Ikkinchi etaj to'g'ridagi kvartira. Mana bu ham kiram. Balonni yebsan. Mana mikrofonchani shap bo'ldi, silta qo'rinashga. Qishloqdagi kamchilikdan boshqa qishloqlar ko'rsin. Undan ko'ra yutuqlarni chiqarsin. Ichib kelib xotinni uraykon zamonmi hozir? Sen odam qilib o'tirgan anash becharoq kelin, tushunyapsanmi? Mana har bir muammoga buni asabingizni buzuring, bizda hali juda ko'p muammo qor yoqqan. Yuring. Tushundingmi? Kelin. Tursa shu gaplarimni aytib qo'ying. Azam bitta atverka bilan birosa bo'ldi. Mayib, qayerga bir atverka ishlatishni bilmaysan-mi? Lekin qoyil qoldim. Butun qishloqda hamma muammosini o'zingizning muammongizni hal qilganday hal qilyapsiz. Sen o'zi nima uchun kirding bu yerga? Chiqqana berman. Chiq. Hurmatli qishloqdoshlar, mana bu qorni olamizda lagancha yashirib olamiz. Ertagacha qor suvi bo'ladi. Oppoq kirlaringizni qor suviga yuvsalaringiz, oppoq bo'lib chiqadi. Shuni qishlog'imizda hamma Telegram gruppalarga tarqatinglar. Xullas, mana shu yangilikni hammaga yetkazinglar, 15-fevral kuni eslaridan chiqmasin. Sana mobilografingmi, SMM'shkingmi, videochilaring qani? Yoshirinni tomosha qilardim. Mobilograf yo motivatormisiz? Nima uchun bular qartak to'lab? Yo'q, men mahallangizga foydali ma'lumot olib keldim. Shuni aytgani yetkazish uchun keldim. Foydalimi? Uni bilsa mana ana mobilografim bor. Hamma foydali ma'lumotni xalqimizni qishloqqa joylashtiradi. Xo'p, bering bunda. Davay. Ayting, siz uy sotib olmoqchimisiz, lekin quruvchining qadriyatlari, imkoniyatlari haqida to'liq ma'lumotga ega emassiz. Shuning uchun shoshilmang. Oldin hammasiga aniqlik kiritish kerak. Bu uchun sizga sharoitda esa 15-fevral kuni Energy BI kompaniyasi ekosistem ochiq tadbiriga sizni taklif qiladi. Aynan borishingiz shart emas. Havola qoldiramiz. Onlayn kirib tadbirga ishtirok etsangiz, sovg'a salomlar ham yutib olasiz. Ipoteka bo'yicha sizni qiziqtirgan savollar, dom qurilishida bo'lgan qulayliklar barchasiga shaxsan rahbarlarning o'zlarining og'zidan barcha savollarga javob olasiz. Ya zo'r. Tabriklayman. Men qishloqdoshlarimga yoqadi bu, ha? Barchaga ayting. Men ham borsam maylimi? Qishloqqa. Onlayn deb o'tiribdi mana bu akam. To'g'rimi? Kirsangiz bo'ldi.